Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda taom qo'shishni o'rganamiz. Odatda menyuga biror taom yoki oddiy mahsulot qo'shish yoki unga o'zgartirish kiritish uchun kimga ruxsat beriladigan bo'lsa, faqat u bu ishlarni amalga oshira oladi. Bu haqida esa oldingi roli и пользователи darsimizda aytib o'tgan edik. Endi esa dastlab oddiy tez ketadigan narsalar qo'shib ko'ramiz. Misol uchun non qo'shib ko'ramiz. Buning uchun avval menyuning taom qismiga o'tamiz, so'ngra sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, добавitni tanlaymiz va bizga quyidagi oyna ochiladi. Bu yerda dastlab bizdagi mahsulotning turini belgilab olamiz, ya'ni tovar. Bu yerda esa mahsulotimiz nomini kiritamiz. Keyin mana bu yerda uni qaysi kategoriyaga kirishini belgilab o'tamiz. Non va choy. Keyin esa mana bu yerdan uni kategoriyada nechinchi o'rinda turishini belgilab olamiz. Mabodo bitta kategoriyada bir nechta mahsulot bir xil raqamlanadigan bo'lsa, ular alifbo asosida avtomatik ravishda menyuda qayta tartiblanadi. Cena qismiga esa uni narxini kiritamiz. Misol uchun 4000. Ba'zida shunaqa vaziyatlar bo'lib turadi, ya'ni taom yoki biror bir mahsulot tugab qolishi mumkin. Shunaqa paytda u biror bir taommi yoki nonmi, toki u yana tayyor bo'lgungacha yoki boshqa joydan olib kelingungacha ostatikdan yeственнalичini o'chirib qo'yish mumkin bo'ladi. Bu bilan esa hali u tayyor bo'lmagan vaqtda unga zakaz berishning oldi olinadi. Agar mahsulotni menyuda rasm bilan ko'rinishini xohlasak, mana bu yerga sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz hamda bu yerdan loadni tanlaymiz. Va o'zimizga kerakli rasmni topib belgilaymiz hamda open tugmasini bosamiz. Rasm joylashdi. Shu yerda diqqat qilamiz. Joylashtiradigan rasmimizning o'lchami iloji boricha kichikroq bo'lishi kerak, taxminan 30-40 kilobayt atrofida. Aks holda katta o'lchamda o'rnatiladigan rasm dasturning juda og'ir holda ishlashiga sabab bo'lishi mumkin. Bu yerdan esa mahsulotni qaysi sexdan chiqishini belgilab olamiz. Nonni odatda skladda saqlaydigan bo'lsak, bu yerdan skladni belgilaymiz. So'ngra uni saqlanib qilamiz. Kerakli kategoriyaga o'tganimizda u mana shu ko'rinishda paydo bo'ladi. Endi esa nonga zakaz berib ko'ramiz, lekin bundan oldin skladga kirib, nonning o'zimizda mavjud miqdorini prihod qismida kiritib qo'yamiz. Misol uchun 20 ta. Bu yerni saqlaganimizdan so'ng bu miqdor asad qismiga o'tadi. Saqlanib qilamiz va zakaz beramiz, masalan 4 ta. Zakazni saqlaganimizdan so'ng skladga kirganimizda nonning miqdori zakaz berilgan miqdorda kamayadi. Endi esa non skladda tugab qolganda boyagi yeственнalичini o'chirganimizdan so'ng u qanday ko'rinishda bo'lishini ko'ramiz. Buning uchun kerakli tovarning ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz hamda bu yerdan redaktirni tanlaymiz. Bu yerdan yeственнalичini o'chiramiz, so'ngra uni saqlaymiz. Ko'rib turganingizdek, u mana bu ko'rinishda bo'ladi va tepa qismida net yozuvi turadi. Endi esa biror bir ichimlik qo'shib ko'ramiz, masalan Fanta. Buni ham boyagi tartibda qo'shamiz. Nomini yozganimizdan so'ng uni qanaqa miqdorda bo'lishini ham kiritib o'tishimiz kerak. 1 litr yoki 1,5 litr. Chunki ularning narxlari orasida farq bo'lishi mumkin. Keyin buni ham kategoriyasini belgilaymiz. Misol uchun yaxna hamda uni narxini kiritamiz, taxminan 12000. So'ng uni saqlanib qilamiz. Mana u paydo bo'ldi. Buni ham miqdorini skladga kiritib so'ng zakaz qilganimizda boyagi tartibda uning miqdori ham kamayadi. Bugungi darslarimiz hozircha shulardan iborat edi. Taom qo'shishga oid boshqa sozlamalarni keyingi darslarimizda o'rganamiz.